bir qo'lidala bir poyzni so'rab mengayotgan bir bolani ko'rsangiz, darhol mundoq deyishingiz mumkin. Bu poyzni so'rab mangani bu bola emas. Chunki bu bolaning bu poyzni so'rayaligidek kuchi yo'q. Undaqda men ko'ranmagan boshqa bir kuch bo'lishi mumkin. Bu bola faqat oshu kuchni yepib turadigan bir parda xolos. Sizlarni bundoq datalashga solgan narsa sabab bilan natija orasidagi tengsizlikdir. Bu misaldagi bola sabab, poyzni so'rash bo'lsa natija. Sababning to'lima ojiz ham kuchsiz bo'lishi, natijaning vujudga chiqishi uchun g'oyat zo'r kuch ketadiganligi mazkur sababni haqiqiy foil bo'lishdan chiqarib tashlab, boshqa bir foilning borligini isbotlayotidi. Sizlar bu kuchning egisini bevosita ko'ranmagan taqdirdami, uning borligidan gumon qilmaysizlar. Chunki uning ta'siri ko'z oldinglardala. Acaba bu olamda uningdanmi hayron qolarliq ishlar yuz beryotmamdi? Albatta yuz beryotidi. Yuz bergandami uningdan nechasi hayron qolarliq ishlar yuz beryotidi. Masalan, kichikkina urug'lardan tog'dek daraxtlar chiqyotidi. Daraxtlarning qup-quruq shoxlarida ranglari, ta'mlari va shakllari bir-biriga o'xshamaydigan turli-tuman mevalar pishyotidi. Qop-qora tuproq xuddi bir qozonning rolini o'ynayotidi. Ichida har turli o't yoshlar pishyotidi. İnsanning butun umrida yuz bergan ham o'rgangan barliq narsalar qishchining donisichilik kichik zehnida xotirlanib mangadi. Bir tomchi suvdan inson yaratilyotidi. Shundoq sanab tugatgili bo'lmaydigan darajada favqulodda ishlar ko'z oldimizda uzluksiz yaratilib turmoqda. Natijalarni borliqqa keltirgan sabablar intayin oddiy ham odatdagicha. Jonsiz ham mahrum turib, ulardan maydonga kelgan natijalar to'liq san'atlik, hikmatlik ham qimmatlikdir. Mana bu ahvollar shuni isbotlaydiki, bu natijalarni yaratgani mazkur sabablar emas. Aksicha Alloh taolodir. Sabablar faqat Allohning qudratini yepib turadigan pardalardir. Bu masalani texmo oydinlashtirish uchun mundaq bir misol ustida fikr yurgizib boqayli. 200 gram eg'irlikdagi oltin yomg'ir qushi har yili Alaskadan Havayga 4000 kilometr yiroqlikka ko'chadi. U bu musofani 88 soat, ya'ni 3,5 kun ichida to'xtamay uchib besib bo'ladi. Tadqiqotchilar bu qushning mushu safarni tamomlashi uchun 82 gram yog'ni yiqilg'u qilishi kerakligini isbotlab chiqqan. Holbuki oltin yomg'ir qushining faqat 70 gramli yig'i bor. Shundoq bo'lishiga qaramay oltin yomg'ir qushi yiqilg'usi tugab qilib dengizga tushib ketmaydi. Acaba buning siri zodi nima? Oltin yomg'ir qushlari V shaklida qator tizilib uchadi. Bu xil uchish shakli havoning qarshilik kuchini azaytib, qushlarga 23% miqdorda energiya tejab beradi. Mushundoq uchib yerga qo'ngan vaqtda yana 6-7 gram atrofida yig'i eshib qolgan bo'ladi. Bu eshib qolgan yog' olamodis ta'tir yo'linishda shamol chiqib qolsa, sarf qilish uchun zapas saqlanadi. Endi biz mundaq bir selishtirish ilib borayli. Oltin yomg'ir qushi aran 70 gram yog'ni yiqilg'u qilib 4000 kilometr yiroqlikka ucha oladi. Ammo Boeing 737-800 tiplik aeroplan o'xshash musofani besish uchun 16 tonnadan ko'p yiqilg'u sarf qiladi. Lekin bu aeroplanning yiqilg'u sig'imi 14,2 tonna bo'lg'ashqa yo'l ustida bir qitim yiqilg'u to'liqlamay turib, bu musofani tamomlayolmaydi. Ko'rganimizdek, bu misaldagi oltin yomg'ir qushi bir sabab. Natija bo'lsa, u ishga oshirgan harakat va sayohat. Oltin yomg'ir qushining bir qush ekanligi ismidanmi chiqib turadi. Aqli, zehni, kuch-qudrati va boshqa ko'p alohidaligi yo'q. Holbuki uning
shunchavala musofani uchib tamomlayolishi mukammal ilmiy ma'lumot va kuch-quvvat talab qiladigan bir ishdir. Bundaq bir natijaning ro'yobga chiqishi uchun ilm va kuch-quvvat ketadiganligi. Ammo bu natijaga sabab bo'lgan oltin yomg'ir qushida bundaq ilm va kuch-quvvatning yo'qligi shuni isbotlaydi-ki, oltin yomg'ir qushi bu sayohatni o'z oldiga qilolmaydi. Balki uningga bu sayohat boshqa bir kuch tarafidan qildiriladi. Ey Allohning borligi va birligini inkor qilguvchi inson, agar oltin yomg'ir qushining bu sayohatni Allohning yordami va inoyati bilan qilganligini qabul qilmasangiz, bunu savollarimizga javob berib beqing. 1. Oltin yomg'ir qushi ko'chish fasli kelganligini qandoq bilalaydi? 2. Agar yo'lda belgi taxtalari bo'lmasa edi, bizmi yo'limizni topolmagan bo'latdik. Hatto ko'p qitim belgi taxtalariga va xaritalarga qarab mengibmi ezib ketgan vaqtlarimiz bor. Ammo mazkur qush qat'iy yo'ldan adashib qolmaydi. Acaba u qaysi belgi taxtalariga qarab o'z yo'lini topadigandu? 3. 88 soat to'xtamay qanot qiqish intayin mushkul bir ish. İnsanlar işçiden eng chidamchan bo'lgan marafonchi yugurish mohirlarimi eng ko'p bo'lganda 40-50 kilometr yagicha aran yuguralaydi. Bu qush qandoq qilib o'zichili mushundoq chidamchan tan qurilmasiga ega bo'lgandi? 4. Uning sabriga ketarlik bo'lgan 70 gram yog'ni uning vujudiga kim qochilab qo'ygandi? 5. Shamolning qarshilik kuchini ojizlashtiradigan V shaklida uchishni ularga kim o'rgatgandi? 6. İnsanlar yasagan aeroplanni oltin yomg'ir qushiga selishtirg'ili bo'lmaydi. Shundoq bo'lgan ekan, ajaba aeroplanning bir injeneri bo'ladi-yu, oltin yomg'ir qushi tasodifiy paydo bo'lib qolganmi? 7. Oltin yomg'ir qushi aran 70 gram yog' bilan tamomlagan bu safarni taraqqiyotning yuqori pallasi bo'lgan aeroplanlar 16 tonna yiqilg'u sarf qilib aran tamomlay oladi. Undaq bo'lgan ekan, biz shundoq deyalaymiz-ki, bu qushning san'atkori bo'lgan zot to'liq hikmatlik ham planliq ish qiluvchidir. Ajaba hikmat ham planlashda Allohdanmi ustaroq birini ko'rsatamsiz? Qani amdi sabab natija orasidagi moslashmaslik haqida o'ylanib beqinglar. O'ylanish jarayonida mono hodisalarga nazar silib boqsanglar bo'ladi. Bulut sabab, yomg'ir natija. Tuxum sabab, chuja natija. Mingi sabab, uningda bir kutubxonaning yezilishi natija. Zarralar sabab, ovozlarning yo'tkilishi natija. Hasal harisi sabab, hasal natija. Pili qurti sabab, yipak bo'lsa natijadir. Tafakkur qilish jarayonida sabablarning to'limi oddiy, jonsiz, bilimsiz, ojiz va boshqa passiv sifatlarga ega ekanligini, ammo natijalarning nihoyat favqulodda bo'lib, ilm va kuch-qudratning ta'sirini namoyon qilib berayotganligini o'ylanib beqinglar. Ondan keyin bu sabablarning oqisida rol o'ynagan zotni, ya'ni Alloh taoloni aql ko'zinglar bilan tonib yetinglar.